Bizda navbatdagi baxtli mijozimiz oilaviy crossover hisoblangan SVM G03 gibrid elektromobilimizni xarid qildilar. Hozir akamizdan o'z fikrlarini eshitamiz. Eng qiziq akamiz Cobalt mashinalarini sotib, aynan shu mashinani xarid qildilar. Buni sababi nimaligini hozir o'zlaridan eshitadi. Assalomu alaykum aka. Assalomu xush kelibsiz. Rahmat. Avvalambor mashina yaxshi kuningizga xizmat qilsin. Birinchi o'rinda nimaga aynan shu mashinani tanladingiz? Sizga nimasi yoqdi? Eng birinchi o'chirtda navbatda oilaviy ekanligi, 7 kishigacha sig'ganligi, kam xarajatli, ekonomishni, men chiroyli ham, dizayn jihatlama, dizayn anaqasidan hammasi chiroyli, hadovoylari, nimalari, hamma qulayliklari bor. Sizga har taraflama ham ekonomishni, ham oilaviy, ham narx jihatlama ma'qul bo'lgani uchun aynan shu model tanladingiz. Albatta. Men aylanib, kelib, shu yerda to'xtamga keldim. Oxirgi qaroringiz mana shu SVM bo'ldi. SVMga to'xtadim. Sizga katta rahmat aka. Bizning brendimizga ishonch bildirganingiz uchun, aynan shu qaror tanlaganingiz uchun biz yana bir bor sizni avtomobilimizda kutib qolamiz. Keyingi avtomobillaringiz ham aynan shu SVM G03 oilasidan bo'lsin. Bu mashinamizning kaliti va Avsalon tomonidan esdalik sovg'alarim. Xudo xolasa sizni yana bir bor o'zimizning SVM oilasida kutib qolamiz. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Charchamaylik, yaxshi xizmat qiling.